Bu videoda man sizlarga oddiy prompt kiritib, ya'ni matn yozib, mana shu matn asosida rasm yaratish sizlarga ko'rsataman. Bunun uchun biz promptda rasmga aylantirish funksiyasi bizga kerak bo'ladi. Funksiyaga kirganimizdan keyin funksiya haqida ma'lumot olishimiz mumkin va bitta rasm tayyorlash bizga 10 ballga tushadi. Agar biz balansimizda yetarlicha ball bo'ladigan bo'lsa, funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Rasm yaratishimiz uchun biz prompt kiritishimiz kerak. Promptni men oldindan tayyorlab qo'yganman ChatGPT yordamida. Eslatib o'taman, bu funksiyamizga rasm yuklab bo'lmaydi, faqatgina matn kiritib, ya'ni prompt kiritib, prompt yordamida rasm qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qanchalik yaxshi prompt kiritadigan bo'lsak, shunchalik yaxshi sifatli rasm paydo bo'ladi. Bundan oldingi videolarda men sizlarga ko'rsatganimdek, agar biz yaxshi prompt yozishni bilmasak, ChatGPT dan foydalansak bo'ladi. Agar biz Pinterestda bizga qiziqarli rasm bo'ladigan bo'lsa, mana shu rasmni biz generatsiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, rasmni promptga aylantirish funksiyasidan foydalanib, rasmni yuklab, promptni olib, mana shu promptda yordamida bemalol rasmlarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir men kiritgan prompt asosida menga rasm yasab berdi. Mana shu rasmda kichkina odamchalar to'rt qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Eslatib o'taman, promptimiz juda ham sifatli, yaxshi bo'lishi kerak. Agar biz Pinterestdan rasm topadigan bo'lsak, mana shu rasmni promptga aylantirishni xohlasak, rasmni promptga aylantirish funksiyasidan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi.